Assalomu alaykum Manida xonadonlari. Mendan ko'pchilik so'rayotdi. Birinchi ozuqasini nima beramiz deb. Birinchi ozuqasi o'tdi bizda. Har xil variantlar bor. Birinchisi kalsiy nitratimiz bor. Keyin karbamitimiz bor. Karbamid, silitra shunaqa ozuqalarimiz bor. Hop, uni qanaqa beriladi? Mana 10 litrli idishimizga 10 litrli idish. Bir osh qoshiq, где-то 10 grammcha bo'ladi. 10 grammchadan olamiz. Shuni solamiz. Ko'rganingizdek, bir qoshiq 10 gram bo'ladi. Bo'ldi, mana shuni solganimizdan keyin buni mana suv bilan yetib olamiz. 10 litrga 10 gram. Eslab qo'ying. Videoni oxiriga ko'rsanglar hamma ma'lumotlarni ko'raman. 10 gram qilasizlar. Yaxshilab aralashtirasizlar. Keyin kalsiy nitrat. Bu karbamid vazifasi ilizlarni tezroq yig'izadi va ko'chatni yashnatishga yordam beradi. Kalsiy nitrat bilsangiz, kalsiy nitratning vazifasi xuddi shunaqa. Undan ham bir qoshiq olasizlar. Bir qoshiq olasizlar. Bu где-то bir 10 gramcha bo'ladi. Undan ham olasizlar, aralashtirasizlar. Endi bu kimlarga buni mo'ljalab beraman? Kichkina ko'chat olganlarga mo'ljalab beraman. Katta объемli olganlarga u boshqacha hisoblanadi. U tonnaga hisoblanadi. Tonnasiga 1,5 kilo, 2 kilo mashlab berasizlar. Hozir bizda asosan auditoriyamizda kam 100 ta, 200 ta mashlab olganlar uchun bu video maxsus chiqyapti. Bo'ldi, mana shu suvimiz tayyor. Endi bu suvni olamiz. Hozir sal kattaroq bakalokka qo'yamiz. Olamiz. Olgandan mana shunday qilib har bittasini tagiga 3 tomza. Bunda 3 tomza. Hozir shpris olib kelgandim, shpris topolmadim. Shuna savdi, bakalni 3 qoldi. Shprisda 3 qo'ygan narsa o'zi bu. Mana shunday qilib har bittasiga 3 taslar. To'g'ri bu mayda ish, lekin ko'chatlar shunga yarasha ko'chatlar kamdi. Agar ko'chatlar bir mingtacha bo'lganda, shuni kapirning yo'nalishida qiladigan bo'lardim. Shunday qilib 3 qo'rasizlar. Hammasini tagiga bittalab 3 taslar. Bu eng zo'r ozuqasi bo'ladi. Bu ko'chatni rivojlantiradi, tez rivojlantiradigan narsasi. Ilizlarni tez orttiradigan narsa ozuqasi. Mana shunday qilib har bittasini kelib chiqasizlar. Yaqinroqmi? Yaxshi. Yaqinroqmi? Tushunmay qolishmasa. Buni juda ko'p qo'yarmanglar. Buni asosan mana shunaqa ko'p chiqasizlar. Ko'chatlarni tagiga 3 chiqaradi ozuqa. Tag'in ko'p beravermanglar. Hozir shpris topolmadim. Shpris bo'lganda bir eng katta 10 gramli shprisda bir 3 ta 4 ta qo'ysanglar, o'zi yetib oladi. Lekin shpris bo'lsa, shunday beradi, 3 qo'ysanglar, ancha yaxshi bo'ladi. Bu ko'chatlarni ancha tez o'stirib, ilizlarni orttirib oladi. O'ylaymanki bu video foydali bo'ladi deb o'ylayman. Mana narsa ko'rsatib o'tganman. Yana bitta olib yaqinroq ko'rsataymi? Mana shunday Mana obrasizlar. Mana shu tagidan quyish boshlayverasizlar. Qo'yotgan ko'rsatsan? Mana shunday qo'yib chiqarasizlar. Bilaman, mayda ish. Lekin ko'chatinglar ham shunga kam bo'lgani uchun men sizlarga mana shunaqa variantda qo'yib chiqaman. Xo'p, endi bu karbamid bilan bu silitrani narxi keladigan bo'lsak, bularning kilosi 5000 so'm turadi. Siz 5000 so'mdan olib qo'ysangiz, u bemalol yetadi, 6 oylik ham bemalol yetadi. Keyin mana anaqaniki kalsiy nitratniki, uniki ataysam bir 15000 ham shu turadi kilosi. Mana shundan har hafta bir martadan berib chiqasizlar. Har hafta
Lekin o'rnini alishtirib berib turinglar. Bir safar karbamid bo'lsa, bir safar selitra. Bir safar kalsiy nitrat bo'lsa, bir safar karbamid. Mana shunaqa qilib berib katta qo'rasizlar. Keyin sal gullagandan keyin, yosh qotgandan keyin har xil o'zini temir ozuqalari bor, o'shalardan beraverasizlar. Hozircha bular ko'chatlar yosh, shu hisobda bularga mana shunaqa oddiy elementarniy ozuqalar ham bo'laveradi. Ko'rayotganlar. Va o'ylaymanki sizlarga qo'ldan kelgancha tushuntira oldim. Yoqqanmasa, like bosib qo'yasizlar. Xudo xohlasa keyingi videolarimizda endi kelasida ancha katta bo'lganda qanaqa ozuqalar berishlarini hammasini tushuntirib o'taman. Hammalarga omad, charchamaylar.